Assalomu alaykum bizlarni kuzatuvchilar. Bugun sizlarga shtablyorlar bo'yicha ma'lumot beramiz. Mexanik shtablyor o'zi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. 1.60 1.5 tonni ko'tarishga mo'ljallangan, ikkinchisi 1 tonni 3 metrga ko'tarishga mo'ljallangan. Bular obyomi kam bo'lgan skeletlarga eng qulay variantli shu bo'ladi. Keyingi turdagi shtablyor o'zi pol avtomat bo'ladi. Og'irlik ko'tarishi 1.5 tonna, 1.60 balandligigacha bo'ladi. Ikkinchisi 3.5 metrgacha balandligiga ko'taradi. Og'irlik ko'tarishi 600 kilodan 800 kilogacha ko'taradi yukka. Ko'tarishi shu holatda ishlaydi. Bu shtablyor o'zi polni avtomat bo'ladi. Yurishi, ko'tarishi avtomatik tarzda boshqariladi. Og'irlik ko'tarishi 1 tonna 200 dan, balandligi 360 balandligigacha ko'taradi. Foydalanish balandligi 360 gacha ko'taradi. Shunaqa ko'rinishda foydalaniladi. Bu ko'rib turgan modeldagi shtablyor o'zi balandligi ko'tarishi 3 metrdan 5,5 metrgacha bor. Og'irlik ko'tarishi 1 tonna 600 dan boshlanadi. Eng yuqorisida 700 kilo, 800 kilo yuk ko'taradi. Bu shtablyor o'zi uzoq masofaga ishlaydigan texnika turiga kiradi. Bu texnika bo'yicha qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.